Assalomu alaykum hammaga. Sabz to'g'rash apparatimiz yetib keldi. 3 xil nasatkasi bor. Bitta nasatkasini 3 xil tishi bor. Mana bu bittasi. Yana ikkita tishi bor. Bu apparatimiz 220 voltda ishlaydi. Xonadonda mo'ljallangan, xonadonda ishlash uchun mo'ljallangan. Xonadonda ishlash uchun mo'ljallangan. Ichini ochadigan bo'lsak, juda ham sodda, ishlashga pishiq qilib ishlangan. Buni yaxshi tomoni uskunamiz misol uchun ichkarida joylashgan payti yoquv holatda ishlamaydi. Usti ochiq holatda ishlamaydi. Ustini yopib xavfsizlik tizimini qilib bo'lganimizdan keyin ishlaydi. Shu tomoni uy bekalariga, uyda ishlatayotgan hamma anaqilarga shu sababli buni ishlatish qulay. Shu sababli shuni ishlatish qulay, xavfsiz qilib mo'ljallangan. Xavfsizlik qoidalariga rioya qilib ishlatilsa, hech qanaqa ortiqcha muammo keltirmaydi. Bu bizaga asosiy ishimizni tezlashtirib berish uchun kerak bo'ladi. Bu uskunamizni oshxonalarga, kafe, restoranlar ishchi kuchini yana ham samarali ravishda ishlatish uchun mo'ljallangan. Bu qismlari qo'l tiqilmasligi uchun alohida o'zini mexanizmi bor. Shu mexanizm bilan shu mahsulotimizni ichiga solamiz. Bu ham xavfsizlikka mo'ljallangan, xavfsizlikni o'ylab qilingan. Bu uskunamizda sabzavotlar, ko'katlar, har xil ko'rinishdagi ko'katlarni to'g'rash uchun mo'ljallangan. Sabzavotimizning qalinligi shu moslamaga mos bo'lishi kerak. Bu moslamaga agar sig'may qoladigan bo'lsa, katta sabzavotlar, misol uchun men buni ikkiga bo'lishga majbur bo'ldim. Bu mexanizmini qo'ymasdan turib ham ishlatsanglar bo'ladi, lekin xavfsizlik qoidalariga amal qilgan holatda ishlatish kerak. Albatta bu tavsiya qilinadi qo'yishga. Shunda bemalol xavfsiz ishlatiladi. Buni ishlatish juda ham oson. Hammasini ko'rsatib beramiz. Hozir birinchi o'rinda birma-bir tishlarini ishlatishga qo'yib birma-bir ishlatib ko'ramiz. Hozir bizani birinchi mahsulotimiz sabzini to'g'rab ko'ramiz. Bu hozir parray qiladigan apparat, tishini o'rnatilgan. Parray qilib to'g'rash uchun mo'ljallangan tishini o'rnatilgan. Mana hozir buni oddiy mana bir qo'l bilan yoqishimiz mumkin. Ehtiyot bo'lib solamiz.
O'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Mahsulot mana qalinligi, parraylangan jarayoni. Hozir endi buni hop bodring to'rab ko'ramiz. Mana endi buni turibni boshqa turi bu. Shuni olib kelib sinab ko'ramiz. Mana to'g'rash jarayonidagi holatlar. Qanday qilib to'g'radi. Hozir endi biz buni boshqa tishini qo'yib ko'ramiz. Qanaqa to'g'ri ekan. Ishlash jarayoni juda ham sodda tuzilgan. Mahsuloti bu uskunamizning materiali zanglamaydigan nerjavekadan qilingan. Holimda ochib o'tganda buni tishini har xil qalinlikda qilish mumkin. Hozircha faqat bir xil qalinlikda. Bu 3 mm, 4 mm, maksimum 5 mm gacha parraylikda kesib berdi. Bu apparatimizni tishini almashtirish uchun tegidagi plastmas qismini shunday olsak bo'ldi. Mana shu plastmas qismini almashtiriladi. Qirg'ichdan chiqarib ko'ramiz hozir. Tishini kiyig'iziladi. Va tayyor. Buni endi og'zini yopamiz. Hozir buni parraydan o'tkazib ko'ramiz. Buni boshqa idishga solib turamiz.